Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sadrat aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ko'p vaqtdan beri hamkorlik qilamiz, lekin hali fabrikaga kelmagan ekan. O'ylab qarasam, birinchi marta. Ishlab chiqarish jarayoni aytganimdek men uchun qiziq va bu jarayon bilan tanishmoqchiman va eshitishimcha yangi texnologiyalar ham bor sizlarda. Joriy qilyapmiz yangi texnologiyalarni. Marhamat, bir ko'rsatdik, ekskursiya qilib chiqamiz. Kel. Stol tennis ham bor ekan. Xodimlarimiz uchun sharoit qilib qo'yganmiz. O'ynab ko'ramizmi? Ha, marhamat, keling. Maza qildik Sadrat aka. Kayfiyatingiz ozgina o'zi ham ko'tariladi. Ha, maza qildim. O'zi maqsadimiz ham shu bo'lgan. Ekskursiyani davom ettiramiz bo'lmasa. Bu eng birinchi shotdan boshlanadimi endi yo bundan oldingi etaplar ham? MDF mahsulotlari ham bor-da. MDF mahsulotlari mana shu joydan boshlanadi. Yog'och turdigilar boshqa joydan boshlanadi. Endi bizda yo'nalishlar har xil baribir. Yo'lda asosan shu MDF mahsulotlarini ko'rsatadi. Yangi texnologiyalar hammasi. Точность balandroq bo'ladi mana bu SCMlarda italyanskiy bo'lganlar hisobiga точность baland bizada. Bu material qanaqa holatda keladi o'zi sizlarga? MDF bizda list holatida keladi, katta list holatida. Uni keyin kesib biza o'shanga mo'ljallaymiz ishlab chiqarishga. Mana bu yoqqa o'sha kompyuterga anaqa bazasi beriladi. Ko'rib turganingizdek, har bittasini o'zining komandasi bor. Damlangan, har bitta shu konveyerga mo'ljallangan mahsulotlarni dami shuni ichiga kiradi. Uni ichiga kirgandan keyin shuni komandaga beryapsiz, bu tez chiqadi o'sha narsani. O'zi kesadi. O'zi kesib, o'zi to'g'irlab bichib beradi. Yo'lda o'zi yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bu tayyor holatga kelgan yig'ish jarayoni mana shu yerda. Yo'lda ko'proq qo'l ekan, endi qo'l mehnatlari mana ko'rayotganingizdek, bu o'zi yog'och mahsulotlari yig'ilgan holatda bu stol fabrikat holati deymiz. Undan keyingi etaplar o'zi qoplamasi, lak sepilishi, o'zi keyingi holat. O'zi MDFdan ko'ra yog'och yaxshiroq hisoblanadi. Yog'och tabiiyligi. MDFda o'zi mashinaning randalanadi, boshqalarida qipig'i chiqadi-ku, shu qipig'idan tayyorlanadi MDF. Keyingi sort hisoblanadi. Yog'ochdan keyingi sorti. Ko'rasiz, oyoqlari yog'ochdan qilingan hammasi. Bu shakllar qanaqada chiqqanmi bu? Texnika bilan chiqqanmi shakllar? Bu holatda chiqqan. Qo'l mehnatida buni ochib berishadi. Mana relyeflari bor-ku, o'shalarni ochib chiroyli ko'rsatib berishadi. Yog'ochdan tashkil topsin. Endi mana bu o'tiradigan joylar sal boshqacha bo'lishi mumkin, MDFdan bo'lishi mumkin, lekin asosiy qismi bizda 90% desa ham bo'ladi yog'ochdan ishlangan. Mana bu bilardimizning karkas holatida ko'rib turibsiz hozir. Karkas holatida. Zo'r chiqqanadi o'sha bilar. Mana bu ezma joylari ajoyib qilingan. Qancha mehnati bor. Bu boshlang'ich qismida tushunish qiyin o'zi, boshida nima chiqayotganida. O'sha boyi ko'rgan joyimizda yig'ish qismida ancha mahsulotlar ko'rinib qoladi. Nima tayyorlanayotgani, nima bo'layotgani. Bular o'sha mana ko'rasizmi, detal yig'ilib kelyapti-da. Bu yerdan chiqazib urishadi, bu oxiri borib o'sha sexga boradi. U sexga borgandan keyin o'sha yig'iladi. O'zi nechta etapdan o'tadi, nechta bosqich? Hozirgi paytda 20 ta etap. Tayyor mahsulot bo'lgungacha 20 ta etapda o'tadi. Bu qayerdan kelgan? Bizda o'zi asosiylari oldinlari Xitoydan ko'p olib kelganmiz, lekin hozirgi paytda boya ko'rsatganimdek agar millimetrgacha agar to'g'rilab kesadigan bo'lsa, Italiyani оборудованиялari hozir yaxshi bor. Endi hozir Xitoy ham juda ham rivojlanib ketyapti, yaxshi. Ulardan olib turamiz. Necha pul turadi mana bu soch mana shu? Bularni o'zi где-то o'sha paytlarda olingan 30-40 ming atrofida olingan bular. Necha yil bo'ldi? Bu ishlayotganiga bir 10 yildan oshgan. 10 yildan oshgan bular. Qarov kerakmi bunga? Qarov kerak. Bu uchun alohida bizani mexsef bor, mexanizkiy sex. Ular har kuni aylanib ko'rib chiqadi. Bizning ham Telegram kanallarimizda bor ishlangan. Agar qayerdadir muammo bo'lsa, sira signal keladi. Borib uni to'g'rilab chiqishadi, tozalab, har bitta hamma narsa teolari yo'lga qo'yilgan. Umumiy mana shu fabrikadagi hamma texnikalaringizni qiymati bormi umumiy? Qiymati bor. Agar umumiy qiymatga oladigan bo'lsa, 5 dan ortiq, 5 milliondan ortiq. 5 milliondan ortiq. Bu tomoni shu ana o'ymakorlarning joyi. Rahmat.
Assalomu Sog' bo'ling, holinglar yaxshi. yaxshimisiz? O'ttiz shu o'ymakorlik ishlari boyaga aytganimdek оборудование mana qaysidir etabigacha olib chiqib bersa, uni davomini o'sha relyeflarni ochish uchun bizda o'sha o'ymakorlarning mehnati ketadi yana. Detallarni kleylab, koptora agar detallarimiz bo'lsa, o'sha oyoq qismi nima bo'lsa, masalan holatda mana kleylab berishadi. Bonus. Bu kley nemeskiy kley, qo'yib olmaydi, uncha yo'q. Ursangiz ham sinmaydi. Saidmurod aka, biz hozir mana qaysi qismdamiz va bu qanaqa texnika? Bu hozir shlifovichniy qismimiz. Bu shexamizda shlifovichniy deb nomlanadi. Bu texnikamizni Italiyadan kelgan texnika. Dillerlarimizdan eshitish bo'yicha Asian kompaniyasi bilan gaplashganimizda O'rta Osiyoda bitta stanok mana bizda hozir turibdi. Nima qiladi? Ha, buni o'z imkoniyatlari nimada desangiz, gulli mahsulotlar, relyefli mahsulotlarni bu tozalab, silliqlab beradi, ustini tozalab chiqarib beradi. Tekis holatiga olib kelib beradi shuni. Narxi necha pul shunga sir bo'lmasa? Hozirgi paytda bu 120 ming yevro turadi. Wow. Nima uchun shunaqa katta pul sarflab mana shunaqa qimmat texnikani olib kelgansiz? Avvalambor bu bir kishi qilgan ishni kun davomida masalan bir kun ishlayapti. Inson omili qilayotgan ishni bu 5 minutda qilib beradi shu. Samaradorlik. Samaradorligi juda ham kuchli. Agar bir kun davomida to'liq ishlasa, 40 dan 50 kishini ishini qo'yadi. Detallarimizdan hammasini ustini silliqlab beradi. Relyefli joylariga bu o'sha apparat tozalab, to'g'rilab o'tkazib beradi. Mana bu ustida silliq bo'lgan, ona joylarni tozalaydi. Orasiga sho'tkasi kiradi-da, uni tozalab beradi. Yo'q, bu yoq. Mana gruntovka ham tepiladi, bu yerda kraskalarni tepiladi, mana ranglovchi berilishi boshlanadi bu yoqda. Qanaqa bo'yoqlar foydalaniladi sizlarda? Hozirgi kunda biza gench mahsulotlarni ishlatamiz. Bu turetskiy. Undan tashqari italyaniki ham bor. Italyaniki ham u endi zakaz asosida bo'ladi. Yumshoq. Olmaydasizmi? Saidmurod aka, mana ko'pchilik mebelni boshqa joyda oladi, eshikni boshqa joyda oladi, uyni ta'mirlayotgan paytda yoki hovli uy bo'lsa, kattaroq uy bo'ladigan bo'lsa, zinapoyani yana boshqa bir joydan oladi. Keng makonda qanaqa yechim bor shu masalada? Keng makonda bizda keng yechim qilganmiz, ya'ni bizda mebeldan tortib, eshiklarni, obshivkalarni, plintuslarni hamma uy jihozlariga mos mahsulotlar chiqadi. Zinalar ham bor. Zinalar ham chiqadi bizda. Voy, mana hozir eshiklarni ko'ryapman. Eshiklarimiz yog'ochdan ishlangan eshiklar shu hammasi. Men bilmasdim keng makonda eshik ishlab chiqarilishini, to'g'risi. Bu qulay aslida, ya'ni bitta korxonaga, bitta fabrikaga hammasini. Albatta, chunki bu topshirsangiz bir dizayn asosida bo'lgani yaxshi baribir. Hamma narsa bir-biriga uyg'unlik bo'ladi. Rang ro'ylarda ham hammasida bir xillik bo'lsa, o'shanda chiroyli chiqadi. Saidmurod aka, bugun mana mebel sanoatiga ham zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti. Texnologiya albatta juda ham muhim, lekin meni fikrimcha baribir qo'l mehnati alohida qadrlanadi va hal qiluvchi ahamiyatga ega. Albatta. Sizlarda mana ko'p ishchilarni ko'ryapmiz. Qanaqa bularning tajribasi? Necha yildan beri ishlashadi? O'zi xodimlarimizning o'rtacha staji, yillik staji 10 yildan 12 yilgacha. Endi undan tashqari 20 yildan ortiq ishlab kelayotgan xodimlarimiz ham bor, masterlarimiz. Mana hozir bir so'rab ko'ramiz o'zlaridan ham, xodimlarimizdan mana qancha yillarga ishlab kelyaptilar. Xo'p, assalomu alaykum. Hormang shunday. Necha yildan beri ishlaysiz sir bo'lmasa? Hop, keng makon kelganimga 16 yil bo'ldi. 16 yil, wow. 16 yildan shu yerdamiz. Nega mana 16 yildan beri bitta joyda ishlayapsiz? Keng makonda birinchidan buncha yildan beri ishlashimning sababi ahil jamoa, ishchilarga, xodimlarga yaratilgan sharoitlar va bitta o'sish imkoniyati borligi uchun shu yerdaman. Qanaqa sharoitlar bor mana? Aniq misollar bilan ayta olasizmi? Xodimlarga birinchidan vaqtida maoshi, mahal ovqat, Nonushta ham bor. Nonushta, tushlik va kechki ovqatlar bor. Keyin avtobus xizmatlari va yana qo'shimcha bonuslar. Ya'ni sizlarni olib kelib o'zlari olib borib qo'yishadi. Ha, har kuni avtobus yo'nalishli avtobuslarimiz bor. Uyingizga olib borib, ertalab yana olib kelishadi. Hozir men siz nima qilyapsiz? Qanaqa jarayon bu? Hozir bu klientimizni eshiklarini tepa qismi tilla falga qilish jarayonidamiz. Keyingi laklash jarayoniga o'tadi. Jahonda ko'rib turganingizdek, bu oddiy shol emasda. Bunga ketida qancha mehnat yotibdi, qancha tajriba yotibdi. Xodimlar haqida yana suhbatlashsak, jami qancha ishchim bor dedingiz? Jami hozir 250 ga yaqin ishchimiz bor. 250 dan 260 gacha bo'lib turibdi hozirgi paytda. Ularga yana qanaqa sharoitlar yaratilgan bu yerda? Ularga shu aytganimizdek transport
ertalabdan borib 4 ta yo'nalishimiz bor. Xodimlarni olib keladi. Undan tashqari xodimlarimiz bemalol ertalab yuzini yuvib shunday chiqib ketsa ham bo'ladi. Nimaga desangiz, ertalab chunki bizda zavtrak nonushtamız bor. Bemalol kelib, yaxshi sharoitli qilingan. Undan tashqari yana shu obedimizda polniklarimiz bor. Bu yoq lakxonada ishlaydiganlarimizga qo'shimcha tarzda bizda baribir ularga zarar yetmasligi uchun shunaqa polniklarni yo'lga qo'yganmiz. Sut qattiq demoqchisiz. Nega bu eshik yopiq, Saidmurod aka? Chunki bizda bu oxirgi bosqichimiz. Laklanish jarayoni shu yerda bo'ladi. Laklangandan keyin uni ustiga chang qo'nishi, shuni oldini olish uchun har doim yopib turadi bu xonamiz. Kel. Bu nimaga ishlangan? Bunimizni hozirgi kunda yangi texnologiya, qoplama bu. Ya'ni mana laklandi. Bu glans holatida hozir yaltirab turibdi. Polirovkadan chiqqan bu. Bu narsalar qirilib ketmasligi uchun biz shuna qoplama hozirgi paytda qolamiz. Buni bemalol shilib ko'rishingiz mumkin. Mijozlarning uyiga borganda mijozlar hayron bo'lishadi. Mani mahsulotim nimaga bunaqa holatga keldi? Nima qildilaring degandek bo'lishadi-da. Ya'ni bu shu transportirovka, ya'ni yetkazib berish davomida qirilmasligi uchun shu sexlarimizda turganda qirilib ketmasligini oldini oladigan narsa. Har bitta mebelda xuddi shunaqa qilasizlar. Shunaqa, asosan shunaqa. Glans mahsulotlarda shuni ishlatamiz. Bu yerda bizning kabinkamizda ish jarayoni hozir ketyapti bu yerda. Ichkari qismimizda lak sepilyapti. Saidmurod aka, mana bu lampochkalar nima bo'lishi? Bu lampochkalar shu lak holatidan chiqqandan keyin quritishga yordam beradi. Ultra binafsha nurlari ham bor nurlar. Bular nima qilyaptilar hozir? Mana ko'rib turganingizdek, har bir detalimiz mana shunaqa holatda tekshiriladi, fanallar bilan ichki holatlari, qaysi joylarida yetishmovchiligi bor, hamma narsani shu yerda aniqlanadi. Saidmurod aka, mana keng makon mebellarni premium mebellar deyiladi. Sizlar amalda qanchalik premium, ya'ni sifat nuqtai nazaridan va mana shu sifatni sizlar qanday nazorat qilasizlar? Nazorat qilishimizda mana shu joyi o'zida ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulotni bizning mijozlarning uyiga ketayotgan mahsulotlar. Ularni biza hamma tayyor, butunlay tayyor holatda. Butunlay tayyor holatda, mana shu holatda biz yig'ib, uni o'zimiz ko'rib olamiz. Qaysi joylarida nima qanaqa kamchiliklari bor. Agar o'sha kamchiliklari bo'lmasa, biz mijoz uyiga yuboramiz. Ya'ni qaytadan yig'ib ko'riladi. Qaytadan yig'ib ko'riladi bu yerda. Har bir detal, har bir mahsulot qaytadan yig'ib ko'riladi. Mana hozir demak, har bitta mebelni, tayyor bo'lgan mebelni qaytadan yig'ib tekshirib chiqilyapti. Albatta tekshirib chiqishyapti, mana ko'ryapsiz. Mexanizmlar qanaqa ishlayotgani har birini tekshirib chiqishyapti. Makon mebellari 20-30 yillab xizmat qilishini sababini men o'zim ham mana yaqindan ichidan tushunyapman, do'stlar. Bu yoqda mana yumshoq mebellar bo'limimiz bizda. Mana shu yangi mahsulotimizda yaqinda chiqdi bu. Hali do'konlarimizga qo'yilmagan. Wow. Juda ham qulay, juda ham yumshoq. Graduslari har bir jihati chiroyli ishlab, shuni hisobiga ham siz hozir mana shu aytganingizdek dam olib hozir o'tiradigan narsa. O'tirishingiz bilan xuddi uyqularsiz ketdilarga. Bu ko'rib turgan mahsulotimiz ham yengillik mahsulotlardan. Hali do'konga chiqmaydi bu. Buni o'ziga xosligi nimada? Tayyorlanish jarayonida hozir. Buni afzallik jihati nimada desangiz, karbondan qilingan. Mana bu karbon. Karbon ishlatilgan. Xudo xolisa do'konimizga chiqqanda alohida bir taklif qilaman. Buni o'zingiz ko'rib berasiz. Karbon bilan ishlatishimiz birinchi marta bo'lyapti. Hali bu tayyorlanish jarayoni. Tayyorlanish jarayonida hozir. Qaysi qismdamiz hozir? Jahongirga biz hozir eng oxirgi bosqichimizda qadoqlash bo'limiga keldik hozir. Mijozlarimizga shunaqa holatda buni qadoqlab, yopib, o'rab, chiroyli qilib transportirovka jarayonida bular ancha bizga saqlab beradi mahsulotni, qirilmasligi, chaqa bo'lmasligini oldini oladi. Bu bosqichdan keyin biz bu korobka holatiga keladi. Korobkaga ham solib. Korobkaga solib, shunaqa holatga yetkazib beramiz. Undan keyin mana o'zimizdan o'zi chiroyli qadoqlab. Bularni ham o'zgartirgansizlar demak, rebrendingda. Rebrendingda ular hammasi o'zgardi. Jahongir aka, bu bizning oshxonamiz. Ertalabki nonushtadan tortib kechki ovqatgacha shu yerda tayyorlanadi. Bizning mohir oshpazlarimiz bor. Tayyorlayapti. Bizning oshpazimiz. Assalomu alaykum, Farmon, yaxshimisiz? Bugun nonushtaga nima qilindi bugun? Bugun nonushtaga bilinchki qilindi. Bilinchki, zo'r. Tushlikkachi? Tushlikka bugun lag'mon bilan motorli salat. Bu lag'mon ham qilasizmi? Kechki ovqat ham bor-da. Kechki ovqat ham bor o'zi. Kechki ovqatga nima? Qozon qovoq, tovuqlar. Qo'ying. Rahmat sizga. Rahmat. Charchamang.
Endi qozon kaboblar qilib berganingizdan keyin maza qilishsiz. Shunaqa. Baribir erkak kishini kayfiyati shundanda. To'g'ri. Yaxshi yegisi. Juda ham to'g'ri. Bu yerda mana jonli burchagimiz ham bor. Qanaqa zot bu? Boshqacharoq. Bu shotlandskiy poroda. Ha. Shotlandskiy poroda. Qo'y. Qalay. Shu boshqacharoq turibsiz-da. Zo'r, juda chiroyli ekan. Ko'pchilik kompaniyalar o'z mahsulotlarini, ya'ni shu mebellarni sifatli deydi, lekin mijoz buyurtma berganidan keyin jarayon qanday ketayotganligini, mebelni qanaqa ishlab chiqarishayotganligini bilmaydi. Keng makonda bu masalaga qanaqadir yechim bormi? Bu uchun biz o'zi alohida Kemakon app ilovasini ishlab chiqarganmiz. Buni batafsil ko'rsatib berishim mumkin. Marhamat, keling ko'ramiz. Ichkarida. Ha, ichkarida ko'ramiz. Aha, shoshmang. Assalomu Bu ilovamiz bizda maxsus ilova Kemakon app deb nomlangan. Platformalarda, ya'ni App Store va Play Marketlardan bemalol ko'chirib olish mumkin buni. Ya'ni mijozlarimizni mebelini ko'rmoqchi, qaysi etapda ketyapti o'zi, qaysi bosqichlarda ketayotganini bilish kerak, to'g'rimi? Shu application, ya'ni ilovani ko'chirib olib, ular o'zini mebeli qaysi etapda ketayotganini bemalol ko'rsa bo'ladi. Bu nimani beradi desangiz, albatta shaffoflik. Mijozlarimizni bemalol buni ko'rib borishi mumkin. Barcha imkoniyatlarni ular bilan birgalikda, programma yo'nalishini ular bilan birgalikda mana ishlab chiqaramiz. Bu endi qanchalik aniq? Ya'ni aniqligi 95 %, desa bo'lashi. Juda ham aniq, chunki bu ertalab har kuni inson omili bilan kiritiladi. Chegirmadagi mahsulotlarni ham shu yerda o'zidan ko'rsangiz bo'ladi. Mana kirsangiz, bizda chegirmaga tushgan mahsulotlarni mana bemalol ko'rib, to'rtdan tanlashingiz mumkin. 40% Katta chegirmalarimiz bor bo'ladi. 35, 50% chegirmalar. Bularda hech qanaqa bir mahsulotni sifati o'zgarmagan, o'sha holatda turibdi. Bu faqatgina mahsulotlarni yangilash maqsadida, do'konlarimizdan olib tashlash maqsadida shunaqa katta chegirmalar berganmiz. Bu demak ofis tushunishimcha. Ofis, direktor xonasi bu. Direktor xonasi. Men devorda juda ko'p sertifikatlarni ko'rdim. Bu yerda ko'rayotganlaringiz bizning yutuqlarimiz. Bu yerda tanishsak bo'ladimi? Albatta, marhamat, keling. Bu 2025-yili esingizda bo'lsa KX ko'rgazmasida bo'ldingiz. Mebel ko'rgazmasida. O'shanda biz birinchilikni olganmiz. Mana Samuel Stand. Mana bu Manager of the Year, ya'ni yil menejeri nominatsiyasiga bizani asoschimizni olganlar. Said Karimov, Said Abror nomlariga berilgan odamlar. 2019-yili shu nominatsiyani olganmiz. Undan tashqari bu ham shu mana Angliyadan kelgan, bu ham shu birgalikda kelgan bu narsalar hammasi. Ekonomika va biznes nominatsiyasida olganmiz bunisini. O'sha paytda o'zida European Quality, ya'ni Yevropa sifat belgisi nominatsiyasida ham yutganmiz. Buni Yevropa tomonidan bizga shu yutuqlarni berishgan. Bu rasm Italiyadagi mehmonlarimiz kelgan bu yoqqa. 25 yilligini biz katta tadbir qilib, to'yxonada o'sha yerda marosim bo'lgan. O'shanda mana Italiyadan kelgan hamkorlarimiz birgalikda mehmon bo'lib ketishgan shu yerda. Bundan tashqari bular qolgani shu O'zbekistonda va qolgan boshqa davlatlardan olingan yutuqlarimiz va sertifikatlarimiz. Jahongir aka, bu bizda dizaynerlar bo'limi, undan tashqari konstruktorlar bo'limi ham mavjud. Aynan shu bo'limga oid bo'lgan savol borda. Ayrim mijozlar standartdagi, ya'ni sizda bor bo'lgan showroomda mavjud bo'lgan mebellarni emas, balki individual qanaqadir bir yondashuv asosidagi o'ziga xos mebelni buyurtma qilishi mumkin, xohlashi mumkin. Bunda qanaqa yechimlar bor? Bizda katta va individual loyihalarni amalga oshirish uchun biz shu dizayner komandasi bilan birgalikda interyer dizaynerlar bilan birgalikda ishlab chiqaramiz. O'sha interyerga mo'ljallab har bir detallarni bular joylab berishadi. Xalq tilida aytganda korobka holatidir. Shunda shu mebellar bo'yicha hamma dizaynni sizlar to'liq qilib bera olasizlar. Noldan yechim mana mana shundan boshlanadi. Noldan yechim biz dizaynerlar komandasi bilan birgalikda qilib beramiz. Jahongirga bu 2000-yildan beri ishlab kelayotgan showroomimiz. Undan keyin mana ta'mirlashlari bo'ldi, yanada yangi holat keltirib, interyerlarni to'g'rilab, yangi mahsulotlarni shu yerda qo'yib ko'yamiz. Ko'pchilik oldindan o'zi bu joyimizga kelardi. Endi hozirgi kunda markazda joylashgan Glinka do'konimizga kelishadi. Sizlarda mana eksport bormi? Albatta bor. Qo'shni davlatlarga bizda eksport bor. Keling bu yerda bizning yangi kataloglarimizni buni ko'rishingiz mumkin. Kompaniyani 32 yillik faoliyatiga. Kompaniyani 32 yillik faoliyatiga mo'ljallangan. 6 oy davomida ishlab chiqdik bu katalogni. Qayerda qilindi bu? Glinka do'konimizni 4-etajida ko'rgansiz. O'sha yerda interyerlarni o'zgartirib, o'sha yerda maxsus fotosessiya bo'lgan bu yerda. Professional
fotograflarni chaqirib shu yerda olganmiz. Nima uchun qilindi mana shuni so'ramoqchi edim. Nega rebranding amalga oshirildi? Odatda katta kompaniyalar rebranding qilib turadi. Bu nima degani desak, yangilanish, yangi maqsadlar sari ulg'ayish. Bu background, ya'ni oddiygina logotip o'zgarishi emas. Bu background orqasida ancha narsa o'zgarib ketdi. Bizning yo'nalish bo'yicha Bugungi zamonaviy standartlarga, talablarga javob beradigan kompaniya. Sadmurod aka, shu o'rinda bir savol. Ko'pchilik keng makon mebellarini narxini juda ham qimmat deb o'ylaydi-da. Mana shu qanchalik rost? Umuman narx-navo masalasi qanaqa? Masalan, mana bu ko'rib turgan mahsulotimiz 50 million. Shu to'plamga biz 50 million narx qo'yganmiz. Nimalar bor bunda endi? Bu to'plam ichida shu yotoqxona mebeliga tegishli ham yumshoq mebellari hammasi shuning ichida. Bunisini, ya'ni shkafni ham qo'shgan holatda. Shkafni alohida. Shkaf alohida. Masalan, shu modelimiz 60 million so'm turadi, unisi 40 million so'm turadi. Lekin hammasi o'sha sifatda, o'sha narsa hozir biz ko'rib chiqdik-ku siz bilan. O'sha sifat nazorati, har bir narsa o'zimizdan shu kompaniyadan mehr bilan ishlab chiqariladi. Xalqbob, hamyonbob narxlardagi mebel ham bor. Xalqbob narxida ham mana bor bizda. Sizlarda restavratsiya xizmati ham bor. Restavratsiya xizmati bor, servis xizmatlarimiz bor. Deyarli barcha mebel fabrikalarida mijozga mebelni yetkazdi, topshirdi, bo'ldi. Munosabatlar, ya'ni mijoz va kompaniya, fabrika o'rtasidagi munosabat shu yerda to'xtaydi. Keng makonda bu boshqacharoq. Keng makonda boshqacharoq. Bizda 3 yillik garantiyamiz bor. Mahsulotimizga 3 yil garantiya beramiz. 3 yil davomida nazoratda bo'ladi bu narsa. Bundan tashqari biz umrbod restavratsiya xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni agar bir joyga zarar yetgan bo'lsa, qanaqadir holatda zarar ko'rgan bo'lsa, biz uni yengillab restavratsiya qilib beramiz. Saidmurod aka, mana ishlab chiqarish jarayoni bilan to'liq tanishib chiqdik va to'g'risi taassurotlarim juda ham katta. Bu yerdagi hamma narsa, ya'ni ishchilarga, xodimlarga yaratilgan sharoitdan tortib jamoaviy muhit, qolaversa har bitta mebelni ishlab chiqarilishini buncha ko'p bosqich ekanligi, men o'ylagandan anchagina ko'p bosqichli va anchagina mashaqqatli jarayon ekan. To'g'risi bularni barchasini ko'rib men keng makonga bo'lgan ishonchim va hurmatim yana bitta pog'onaga yuqoriladi. Tomoshabinlarda bir savol tug'ilishi mumkin. Nega aynan keng makonni tanlashim kerak degan savolga qisqa qilib qanaqa bir javob bergan bo'lardingiz? Biz nafaqat mebel ishlab chiqaramiz so'xonlarga, balki keng makon kompaniyasi mijozlarga ishonch, sifat, komfort va status taqdim qiladi. Mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Rahmat, xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Rahmat, keling yana. Rahmat.